Endi bizda yangi aksiya. Eng birinchi kelgan 10 ta xaridorimga bir emas, 2 ta to'yona beraman. To'yonalarning nimaligini video oxirida ko'rasiz. Bu yotoqxona to'plamimiz ham klassika, ham high-tech usulida tayyorlangan. Shkafning umumiy balandligi 220, uzunligi 270, glubinasi 60 sm da. Beshalkalarni ilganingizda qiyshayib qolmaydi. Eshiklari vakuum ishlangan. O'rtasi polka, ikki chekasi beshalka. Demak, bosh tarafi butun, kravat razmeri 1.70 ga 2.10. Kravatimizni oyoq tomonida alohida qo'shimcha shunaqa sanduqchasi bor. Bundan keyin bo'yaladigan trimimiz ham kattagina, bo'ylaringizdan engashmaysiz, bo'ylari ham balandgina. Bu yotoqxona to'plamimizga mehmonxona penal komod to'plamimizni ham qo'shib beramiz. Buni umumiy uzunligi 3.40, 100% vakuum, mana 100% vakuum, 100% MDF dan yasalgan va penalida oynalari 3 qavat, 3 qator kolonna oyna bilan tayyorlangan. Bu to'plamimizning umumiy narxi 18 ming. Ha, aytgancha, sizga to'yona va'da qilganmidim? Mana to'yonalar. Mana shu oyoq buyum postavkani kattasi, bir emas, ikkalovini ham sovg'a qilaman birinchi kelgan 10 ta xaridorimga. Shoshiling. Bu to'plamni sizga yetkazish va o'rnatish masalalarini quyidagi raqamlarda maslahatlashaman.